Hurmatli Ravenshoy podpисчиklari, aktual podpисчиlarimizni nalichida oldik, kirib kelishni boshladi. Xudo xolasa yangi mollarni olishda davomiymiz. Hali zo'rlari keladi. Har doim zo'rni sotamiz. Zo'r deganda qanaqa sizlarni oyoq bilan charchatib qo'ymaydigan, komfortligi zo'r, sifatku birinchi o'rinda har doim bizda. Shunaqangi oyoq kiyimlarni videosini qilib berishda davomiymiz. Xullas, mana Molka firmaniki. Naturalniy koja masляный lak originali, ishlari polni naturalniy koja astarda qilingan, stilkalari yumshoq. Kabloklariga bitta e'tibor berasizlar, kabloklari 4 cm dan. Bizning o'zbek tilida bu рабочий kablok deyiladi. Ya'ni рабочий kablok eng bir hadavoy kabloklardan oyoqlarni umuman charchatib qo'ymaydi. Kundaligi bemalol kiyasizlar. Keyin yumshoqlikka bitta e'tibor berasiz. Mana yumshoqligini e'tibor beringlar. Skromniy, nejniy turadi. Oyoqlarni umuman og'ritib qo'ymaydi. Masalan uchun ko'pchilik opa-singillar tufli kiygan, oyog'imni urib tashadi, oyog'imni yomon qilib tashadi. Bu hech bunaqa bo'lmaydi. Buni sifati bo'lmas, sinovdan o'tgan narsa. Keyin yana boshqa modelimizdan kelgan, buni jichigini oldida anaqasi bor, toshchasi bor. Bu ham kley emas, mana o'zi fabrichniy qotirilgan. Mana bunaqangi, men ishoninglar, shunaqangi bitta kiygan odam buni komfortni his qiladi. 2 kun bo'ldi olganimizga. 2 kun ichida уже 3 ta 4 tadan sotib qo'ydi. O'zi bir seriyadan kelgan. Nima uchun? Bitta kiygan odam hechqisi kiymaydi. Komfortligini bilgandan keyin ishoninglar, puliga ham qarab o'tir. Mayli bitta kiy, mazza qilib kiy, rahmatli aytib kiy, oyog'im og'rimasin, nima deydi, o'zimni tan jonim og'rimasin deb odam his qiladi-da. Buni 2 xil rasvetkasi kelgan. Qorasi kelgan, cho'qa rasvetka. Cho'qa rasvetkasi ham nima deydi, svetli shokolad emas, qoraga tortadigan, tiyomli bo'ladi. Mana qaranglar yumshoqligini. Mana yumshoq, oyoqlarni umuman urmaydi. Men studentlik vaqtimda ko'p tufli kiyardim, ko'pincha oyog'imni shilib tashardi-da, orqalarini urib tashardi, mana joylarini urib tashardi. Shunaqangi bir nima, bu oyoq kiyim tashlaguncha meni oyog'imni dod devorardi-da. Shunaqa holatlar bo'lardi. Lekin o'sha muammoni oldini olish uchun mana bunaqa oyoq kiyimni olib kelib qo'ydik. Yumshoq, naturalniy kojada bo'ladi. Yumshoq stilkalari mazza qilib kiyasizlar. 41 gacha razmerni olib kelib qo'yganmiz. 41 kiyadigan opa-singillarimiz bemalol bizga murojaat qilaveringlar. 41larimiz rosa ko'p. Nafaqat tuflida, balki mokasin, lofer, inshaalloh etiklarni ham даже hammasida 41 bor. 42, 43larimiz yo'q, u Pelikan magazinlarda bo'ladi. Sifatini ko'rdinglar, lekin bunaqangi tuflilarimiz ham nalichida keldi. Ya'ni buni qulayligi qanaqa? Panjasi keng opa-singillarimiz kiysanglar mazza qilib kiysizlar. Mana bu balki panjali opa-singillarimiz ham tushadi bu ham. Ko'pchilik tuflilarda, например, mana bunaqa tuflilarda panjali opa-singillarimiz kiyolmaydi, barmoqlarni siqib qo'yadi. Shunaqa holatda mana bunaqa olsanglar, bemalol mazza qilib kiysizlar. Bu ham tiyomli cho'qa rasvetkasi. Ichlariga e'tibor beringlar. Mana ichlari ham sizlarning guvohinglarda naturalniy koja bo'ladi, masляный lak. Bu yil masляный lak e'tibor ber, trendga chiqqan. Trenddan qolmaylasizlar ham. Mana qaranglar. Zo'r. Buning uchun o'zgacha video bo'ladi. Muhimi oyoqlarni charchatib qo'ymaydi. Hamma oyoqdagi problemalar, ko'stichkasi borlarga ham tushadi, ishib yuradiganlarga ham tushadi, podyomnilarga ham tushadi, normal oyoqlarga ham tushadi, bemalol tushadi, lekin oyoqda qolpiga moslashadi. Mana bunaqangi batalyon tuflilari ham bor. Bular endi yomg'irda kiyishlarga shunaqangi zo'r yumshoq narsa. Hozir ichidagi po'klarni olib ko'rsatib beraman. O'tgan yil ham sotganmiz. Voy, mazza qildim-ey, shuni oyog'im yumshoqda, mazza yayraydi oyog'im. Ertalab 6 dan boshlab kiyaman, kechki payt soat 7 gacha ishdaman. Kun uzoq mana shu tuflida yuraman. Lekin hech narsa qilmaydi deyshadi. O'shani otsiflar zo'r bo'lganligi uchun ham bu yil olib kelib qo'ydik. Mazza qilib kiyasizlar, ishoninglar. Mana sifatini qaranglar, yumshoqligini qaranglar buni. Oyoqlarga mayim bo'ldi, tirnoqlaringni yoki barmoqlarni urib qo'ydi degan gumonda bo'lmaydi, hech narsa qilmaydi. Buni rasvetkasi mana 2 xil masляный lakligidan olib kelib qo'yganmiz. Buni yumshog'ini lekin yechib o'tirmaysiz. Mana bu rezinichka bor. Shuni o'tkazib qo'yasiz, yana kiyganda ham yechib o'tirmaysizlar.
Rosiyam mudofaa. Buni yumshog'i bor ekan, yechib o'tirishim kerakda, erinchoqman, yoqmaydi deb o'ylamanglar. Bu просто dekormi shunaqa nima deydi, vazifani bajaradi. Buni ham 41 gacha razmerlari bor. Narxlari 850 ming so'm. Buli ham 850 ming so'm. Bu ham naturalka. Xudo xolasa yana indinga yana mollar olamiz. Yana bir 10 ta 15 xil oladi. Keyin hafta yana mol olamiz. Juda ko'p partiyalarimiz. No, inshaalloh bularni pochini bor. Mana 2-3 tadan уже sotib bo'ldik. Xudo xolasa maktab sezoni o'zida ham sotib qo'yamiz-da. Keyin bunaqa o'qituvchilarimizga yubka, ko'pincha klassika kiyimlarda yuradigan opalarimizga shunaqangi mansa. Imenda bu oyoq kiyimni ko'rsam, men o'qituvchilar esimga tushadi. O'qituvchilar bob, chunki tik oyoqda turishadi. Men o'qituvchilarni shu mehnatini qadrlayman, haqlariga duo qilaman. Shunaqangi bir mehnatkash, bizani nima deydi, kelajagimizni ta'minlab beradigan, qanaqa insonligimizni ta'minlab beradigan, ertaga kim bo'lishimizni ta'minlab berishga yordam beradigan bu mo'jiza, ya'ni anaqa nima deydi, duo qilsa bo'ladigan, tilim ham aylamayapti-da, ularning mehnatini hozir tasvirlab ham bera olmayapman. Masliy lak, ichlari naturalniy kojada, yurishga udobniy. Ertalabdan kechgacha tik oyoqda bo'lsanglar ham oyoqlarni charchatmaydi. 2 xil rasvetkasi bor, mana qorasi bor, lekin temniy bardovisi. Bardovisi ham shunday kiysanglar oyog'inglarda yonadi lekin. Svetli bardovimiz, qoriga tortadigan bardoviyda, juda ham to'q bardoviy. Rosa ham zo'r turadi oyog'inglarda. Razmerlar 41 gacha bo'ladi. 37 dan 41 gacha hamma razmerlar ichida bor. 850 ming so'm qizlar. Xo'p, yana bitta batalyon tuflimiz bor. Ko'pchilik menga batalyon tufli bering, lekin men ko'pchilik tufli kiysam, o'sha podiyomim sig'maydi deyishadi. O'shani shunaqa muammosi borlarga mana bunaqa tufli olib kelib qo'ydik. Ya'ni rezinkali. Bemalol oyoqlarni kirib chiqadi. Zo'r sotilgan modellardan bittasi. Lekin panjanglarni ham agar panjasi keyin podiyomni opa-singillar bo'lsa, barmog'inglarni umuman siqib qo'ymaydi. Normalniy buni. Juda ingichka ham emas, lekin juda shirokiy ishlanmagan, normalniy sirli holatda ishlangan. Bemalol oyoqlar qolpiga tushadi. Qizlar baraka topib kiyasizlar. Mana shunaqalar, hali xudo xolasa yana kelganda yana obzorlarni qilib beramiz. Podpiska tugmasini bosishni unutmanglar qizlar. Men doim videoni boshida aytaman deyman, esimdan chiqib qoladi. Agar oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlardan bitta iltimos, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Qo'linglar dard ko'rmasin, agar like bosgan qo'linglar dard ko'rmasin. Mehnatimizni qadrlaganiga tashakkurlar bo'lsin. Allohim o'z panohida asrasin, sizlarni yaxshilikda ko'rishlik nasib qilsin. Xudo xolasa keyingi efirlarda ko'rishguncha